buni nima deydi aka, gap ochib bir atrofga chiqardim, muammo yo'q, mana Muammo traktorchim, yo'q. hamma yo'q joyida, zo'r traktor ekan. Ishlashlari, kuchi, ot ot kuchi yaxshimi? O'sha kuch beryaptimi? Yozilgan kuchini? Kerak bo'lsa bir haftalab o'chirmadik. Ha. Kunduzi g'o'zakada, kechasi yetaylaydi. Bir haftada ekib qo'ydik. Bir haftada 70 молодец. Endi nima desam bo'ladi? Zo'r traktor. Komfortnis qanaqa? Ichkarida traktorchilar ko'p qizig'i. Ha, вообще zo'r. Konditsioner ishlashlari, rollari, hamma yo'q. Muammo yo'q. Muammo yo'q. Xudo xolasa buchi 5 yil ishlatardi oddiy turadi. 10 yil xizmat qilmasa kerak, avtobusni vaqtida alishtirsak, moylarni avtobusda hamma filtrlarni alishtirsa yuraveradi. Qarovga bog'liq, o'zingizga qarovga bog'liq. Odamga bog'liq bu traktorlar, texnikalar, to'g'rimi aka? To'g'ri. Qanday qarasangiz, qanday qarasangiz bo'laveradi. Moyni yaxshi qo'ysangiz, boshqa bo'lsa zo'r bo'ladi. Menga yoqdi. Yana olib kelamiz, mayda teramiz, sotamiz. Xudo xolasa. Har doim ko'p, Mardon akaga borib keldim. Ko'pgina bersangiz tarqatib yuboradi. Aka bitta sotyapman deyman. Telefonda bo'laveradi hamma onlayn. Aka bilan pulni tushirib. Mana buda pishsa 4 tasini olib boraman yana ofisiga. Aka shu 13.04. Bizda kultivatsiyada. Kultivatsiyalar esib ketgan, 76 sxemaga o'tdik. Unga bitta tushadi. Ha, vashi ishlaydi-da bu. To'g'ri aytyapsiz, to'g'ri. Ashu orqa balon kattayib kichaysa, bitta yaqqan yeri mana Bahromga beribsiz, muqimiga. Rosa suyundim borib ko'rib. Bahrom aka oldindan qilib, undan keyin yana kimdir oldi bu? Shu 4 ta balon. Bitta traktorga 4 ta balon. Kim? Muxobbey farm boshqa tumanda. Boshqa tumanda. Ular Andijonga keldi. 2 ta keluvdi. Bahrom aka o'zi ko'rmasdan o'sha klasterni ko'rgan. Oldindan to'lov 100% qilganda u. Ular endi boyda ular. Keyin kutdi keldi, 2 ta keluvdi, ikkinchisini ham o'sha Andijondan Bahrom akadan keyin olib qaytdi. Men anaqa dedim. Bunda servisda muammo bo'lmayaptimi? Biz bolalar kelganda hech qanaqa kelib, hamma yo'lda traktorchi bilan ketib qoldi, hamma yo'lda bir chekkadan tushuntirib chiqdi. Bitta kattaraqacha keldi. Ha, Rustam akam, Sherali akam. Avtobuslarda alishtirish berdi o'zlari, u ichkariga olib kirib. Tushuntirdi, yaxshi hozir. Yaxshimi? Hech qanaqa servisdan muammolar bo'lsa ham aytavering. Biz chiqdikki o'sha muammoni o'rganish. Qanaqadir texnikada muammomi, bizni servisimiz, chunki 3 yil servis deb bongirib sotyapmiz-ku. To'g'ri. Unga ishonchli xizmat ko'rsatish kerak. Hozir shu paytgacha servischilar chiqazganimiz boshqa bo'lgan. Lekin hozir endi ketidan ularni tekshiryapmiz desak ham bo'ladi. Yo traktorda muammo bo'lsa o'shani hal qilaylik deyapmiz. Yo biz qanaqa emas, zavodga aytaylik, qanaqadir dehqonga takliflar bo'lsa deymizda, fermerda. Texnikani o'zgartirish joylari bo'lsa, shunga yuribmiz. Mana sotgan joylarimizda Xudoga shukr hammadan yaxshi fikr olyapmiz. Endi hozir boshqa texnikani yomonlash bo'lmaydi-yu. Yo'q, boshqandan. To'rg'ildirga chiqqani, ana 4 ta balon berayotganinglar zo'r narsa bu. Shunda ko'chada transportning mana onun ichida haligini qo'yib olsa, ishni bajara oladi. Universalda. 60-70 gektar yer bor odamga. Ha, yetadi o'zi. 3 ko'rpdan ayda 3 ko'rp omonchlarim bor. Yo, bolalarda qiziqish bo'lyapti aka bunga. Bo'lyaptimi? Korobkalari qanaqa? Korobkalar zo'r, traktor joyida hamma yo'q. Joyida? Bir xillig'i mexanika, u avtomat deydi-ku. Nima deb tavsiya bersan? Hozir bu mexanik sinxron-ku. Mashina yaxshi-da o'zi. Shu yaxshi. Rasxodi-chi? Rasxod normal. Normal, unaqa ko'p emas. Yo'q. Bilinmaydimi? Bolalar ishlatdi, unaqa ko'p emas rasxodlar. Kuchi yaxshi lekin. Quvvati yaxshi, zo'r. Quvvati yaxshi. Tortishlar ko'pchilik injektor, u bu deydi. Injektordan muammo bo'lmadimi? Yo'q. Salarkan filtr yaxshi almashtirsangiz. Endi hozir to'g'ri. Salarkalar ham keyin raqobat kuchayapti aka. Hamma joyda ular. Joyga bo'lyapti. Salarkalarni ham hali shopchalarimiz yaxshi salarkalar davlatchidan olyapti, ko'chadan olmaymiz. Shartnoma qilib, u ham tindirib, kerak bo'lsa men ham tindiraman ma'da. Qo'yadi deng. To'g'ri, endi chunki просто hali aytdim boshda o'zimizga bog'liq buni. To'g'ri. Buni qaramay boshqa qilsangiz hamma yo'q ham buziladi. Odam o'lib qolyapti-yu bunga. Gap texnika. Qarovga bog'liq xolos, minishga, traktorchilar endi yaxshi. Yaxshi. Bitta savolim bor. Mana shuni nega anaqa qilingan? Buni aytaymi? Ha, sirini ayting bu. Markor bor-u, Selchada.
Markorga yurgani o'zi shopir qilib olgan. Sech ekadi, markor yurish kerak-da. Markorga bunday qarayda yuraveradi o'tirib olib. GPS-da Avtopilot ekanda. avtopilot. Boya aytdim-ku, o'sha avtopiloti. Avtopilot. Mana Texnology. Sechani Texnology, avtopilot. Avtopilot. Autopilot. Ha, tashlaydi-yu. ha. Tashlaganda chizig'ida yurmasa chiqmaydi-da Da, rasmi. to'ppa-to'g'ri. Endi oldingilarda hali mayliga bunday raketa ko'p ko'rsa, senter bor-ku. Bu kichkinasini ko'p bo'libdi. Boshidan mayatga qaqib, moda qilib oluvdi, kattasini. Malades. Endi nima qiladi? Bolalar o'zini yo'lini topadi-da. Texnologiya zo'r. Shuni boya keldimda bularga Olib aytdim. qo'ymayapti, sechaga qo'ygan uni. Shuni ko'rdimda, bu avtopilot bo'lishi kerak deb Sechaga qo'ygan, markorga yurgani qo'yganda, hali jicha yabiga qo'ysa ham 76 da mana aka, anaqa bo'lmaydi. Xudo xolasa, hozir harakat qilyapmiz, keyingilarda bunda kompressor yo'q-ku. Kompressorli qilib yanada 130 lik kompressorli kelgan. O'zida alohida dam soladigan kompressorlari bor, boshqalari bor. Endi sekin-sekin rivojlantiramiz. Men mol sekin yuzsam bitta hozir traktorchi bor, kichigidan olib berasiz kultivatsiyaga deyapti. Hozir eskini qo'ying desam ham uni eskida yurib tursam, ini olib berasiz deb eskini Eskidan yuryapti. Da. Olib beraman, xudo xolasa. Yeringiz bor ekan, xudo xolasa, hosil yaxshi bo'lsa, nega? Hosil, zavod bor. Zavodingiz bor ekan bu yoqda. Yomon emas, xudo xolasa. Zo'r, rahmat. Yaqinlashtirib yuboraman, 3 yilga bergan. Kelasi yilga olvoraman, degan. Hozir mana kimga borsa yangiligini aytyapti-da, mana siz nima yangi anaqa ustunlik jihatlarini aytyapsiz. Xudoga shukr, ancha ma'lumotlar yig'ilyapti-da. Endi buni haydagan odam sir sanoatni yanada ko'proq biladi-da, o'sha kamchiligi. Ko'z tegmasa hech kim hali yomonlamadi. Kimga borayotgan bo'lsak, hammasi yaxshi. Zo'r. O'z texnika yaxshi texnika. Yaxshi, zo'r. Mana Ariondan 10 ot kuchi balandda emas turish hozir. Da. Arionda Arionda ham yomonlamayman, yaxshi texnika-yu. Bosyapti-da o'rnini. To'ppa-to'g'ri. Boshqa nimalardan ancha yaxshi bu traktorlar bor-ku, boshqa. Ha, yaxshi, Belaruslardan ancha yaxshi. Belarus bundan oldingi Belarusni 13-15-23 degan kattasi bor edi. Kattasi. Ikkinchi yilda уже motor ochdim-da. Ikkinchi yilda. Ikkinchi yilda. Belarus. Yana qanaqa traktorlar haydagansiz? Undan oldin Belarusdan oldin anaqa bor edi, New Holding. Uni ham 5-6 yil ishlatdim. Undan oldin MX 135 bor edi. Amerikani. Da. O'shalar bilan solishtirganda ha, bu zo'r. O'zi yaxshi. 13.04 mashi bo'lsa bo'ldi, So'rayib kichiksa. Hali stopisali emas, mashi isheradi. Serxardor aka. Mana balon kattayib kichayaveradi, ichiga kirib torayoradimi o? O shunaqa-ku 13.04. Ha, o'sha 13.04, 12.04 unaqa emas ekan. Yo'q, da, 12.04. Uni endi bog' bunaqa qator orasiga bo'lmaydi-da. Lekin 12.04 ham 76 ga tushyapti-da. Ash turishimi? Ha, anaqasi apparatligi. Ha. Ana nimasi tushmayapti? Injektorligi bor. Lekin anaqasi apparatligi men hali nimaga borganda tushmaydigan edi ekanda, o'qiydi ekan. Stopisali. Da, u tushmasdi. U tushmasdi. Esedi-da u. Ha, endi asli kepti endi, ko'rdim. Da. Endi bo'laveradi. Lekin 12.04 apparatligi bor. Siz aytgandek hozir 76 ga to'liq tushyapti. O'zgartirmaysiz. Shundoq kiryapsiz, tushyapti. To'g'ri aytasiz. Siz ko'rganingiz o shiroki balon edi. U tushmasdi. Da. U tushmasdi-da. Bo'ldi, katta rahmat. Kamchiliklar yo'q. Bo'lsa ayting, o'zimiz keldik, bartaraf qilamiz. Yo'q, aka, zo'r ham yo'q. Men xursandman. Da, shunga bir aylanib. Dedi, xudo xolasa boraman. Bolalar aytgan 3-4 tasi. Bo'ldi. Endi bizda to'g'risi 2 marta pul bo'ladi aka. Paxtani bir sotamiz, bu dedi, endi bolajicha oshinadi. Keyin yangiligimiz bor. 0% lizing asosida beryapmiz hozir. Ha, ana. 530 millionga oladi. 38% to'laydi, qolganini 30% to'laydi, 8% marjasi bor. Qolganini 2 yilga bo'lib beradi. Foizsiz. Va anaqasiz to'laydi, bo'lib beradi. Xohlasa 1 yilga olsin. 530 ni 265 to'laydi, 265 ni 4 ga bo'lib to'laydi bu. Ha, unda vasha hamma yo'q. To'lov 3 oyda, yana uni ustiga hozir ta'minotga ham qo'shtirganmiz. Ta'minotga resursdan ham o'tkazib bo'ladi. Bugun qo'shildi mana. O'sha Karim aka qiynalyotdi to'lovga. Aka, men gruppa qo'shay, shuni tashay. Bo'ldi. Men gruppa tashay. Bo'ldi. Tashlab beramiz. Texnika qiladi hamma yo'qda.
To'ppa-to'g'ri. To'g'ri Уже aytasiz. odamlar ishlamay qo'yadi, texnikani rivojlantirish Hozir kerak. ha, ko'ryapmiz, даже chopuq qilmayapti odam. Yo'q. Dori sepib. Bo'ldi. Nimalarimiz kelgan aytgan, frezerni kultivatorimiz kelgan, yangi, Ha. Uzdukon. Man sizga tashlab beraman, gruppaga qo'shsangiz unga ham qo'y. Qo'shgan. Oddiy anaqa qilgan Uzdukon selkalar bor, o'shani kultivator ham kelgan, yangi. Hozir skidkamiz bor. Uni ham tashlab beraman, ko'rasiz, gruppalarga ham unaqa tashlaymiz. Aka. Zo'r hozir yangiliklarimiz bor. Yangiliklar anavi foizsiz desangiz Ha, aytdim. foizsiz. Hali hech qayerda yo'q.